Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, o'tganda biz namozning farz va vojiblari haqida to'xtalgan edik. Bugun namozning jini va uning yadrosi bo'lgan xushu haqida to'xtalamiz. Shundoq bir savollar keladi. Nima uchun ba'zida namoz bizning dunyolik hamko'tlarimizni hisoblaydigan hisobat vaqti bo'lib qoladi? Nima uchun ko'p sondagi musulmonlar imomning qaysi suvni o'qiganligini bilmasdan namozga kirgan paytda chiqib ketadi? Nima uchun namoz bizni yomon ishlardan va gunoh ishlardan tutolmaydi? Nima uchun namoz ko'ngil ishtiyoqimiz bilan sig'inib qiladigan ibodat bo'lmasdan o'zimizni zo'rlab qiladigan vazifaga yoki kundalik rasmiyatga aylanib qolgan? Yuqorqi savollarning hammasining javobi bir. U bo'lsin faqat namozda xushuning yo'qolganligi. Endi xushu degan nima? Xushu namozda turganda Alloh taolaning ulug'ligi va haybatidan aylangan, ko'ngilni namoz bilan mashg'ul qilgan va butun fikr xiyolni Alloh taolaga berishgan holda kamtarlik bilan, xushallik bilan turish deganlikdir. Xushuning o'rni qalb, uning nevisi inson organlarida ko'riladi. Chunki insonning barcha organlari qalbga agishadi. Namozda birovning ko'ngli g'aflatda qilish yoki dunyolik fikr, xiyollarga cho'kib ketish va yoki shaytonning vasvasalari tufayli uning xushusi buzilgan vaqtda bütün organlarning Alloh taolo qilayotgan qulchiligi buziladi. Chunki qalb qo'mondan, boshqa organlar askarlar. Qo'mondani salohiyatli bo'lmagan askarlarning mag'lubiyatga uchraganda qalb salohiyatdan chiqsa, ya'ni organlarni kontrol qilishdan chiqqan vaqtida boshqa organlarning ishi buzildi deganlik. Tafsir Ibn Kasirda bundaq deyilgan. Namozdagi xushu faqat namoz uchun ko'ngilni butunlay berishligan kishiga hosil bo'ldi. Shu vaqtda ko'ngil namoz bilan orom topgan bo'ldi va namozdagi haqiqiy huzur, halovatni tetig'il bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz mening to'shalligim va ko'ngil oromim qilindi degan so'zi buni isbotlaydi. Xushu sha'ni ulug', yo'qolishi tez. Hozirgi zamondagi namoz o'quvchilarning ko'plarida topqil bo'lmaydigan bir narsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muşu ümmetin en avval yo'qoldigan narsa xushudur. Hatta namazlarını xushu bilan o'qiydigan kishini ko'rolmaysan degan. İmam Tabrani rivoyat qilgan sahih hadis. Endi xushuning hukmi nima? Shayxul Islom Ibn Taymiya deganki, Alloh taolo Qur'on Karimda "Vasta'inu bis-sabr va salat va innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yani sabr orqali, namoz orqali Allohning yordam tilanglar. Namoz xushu bilan, yani Allohning aylanib turg'uvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli va og'ir ishdir. Bu oyat namozda Alloh taolaning haybatidan va ulug'ligidan aylangan holda xushu bilan turmug'uchilarni söküşni taqozo qildi. Ma'lumki, söküş farzni tark etgan yoki man'iy qilingan ishlarni qilganlarga bo'ladi. Namozda xushuni tark etuvchilarning sökülganligi xushuning tark ekanligini ko'rsatdi. Mu'minun surasining 5-dan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatin khashi'un, ya'ni mu'minlar haqiqatan baxtiga yetdi. Ular shundoq mu'minlarki namozlarda xushu bilan Allah'tan aylanib turuvchilardir degan oyatdan ulaika humul varisun allazina yarisunal firdavsa hum fiha xolidun. Ya'ni ana shular varislardir. Ular Firdavs jannatligi varislik qildi. Ular uningda mangu qoldi degan oyatlargacha bo'lgan oyatlarmi namozda shuning har ekanligini ifodalash bilan birga uning jannatlarning eng asl bo'lgan Firdavsga varislik qilishni vasitasi ekanligini ko'rsatdi. Namozda farz bo'lgan xushu Alloh taolaning ulug'ligi va haybatidan aylangan holda turishdan boshqa namozdagi har bir faoliyatni oldirmasdan temkinlik bilan qilishni o'z ichiga olgan ekan, sajdani
tuhud cho'qigandek, tuhud dan cho'qigandek oldirab qilgan va rukudan beshini ko'targanda ruslanmasdilla oldirab saydi ketgan odam shuni tark etgan bo'ldi. Chunki namozni tamkinlik bilan oldirmasdan o'qish deganlik namozdagi har bir yo'tkilishda organlar o'z o'rniga to'liq tushib bo'lg'ichilik aram elishdir. Ya'ni temkinlikni tark etgan odam aram elishni hosil qilmaydi. Aram elishni hosil qilmagan odam ruku va sajdalarda xushuni hosil qilmaydi. Xushuni hosil qilmagan odamning namozi naqis bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozda osmonga qaragan odamga qayg'anligi namozda xushuning farq ekanligini ko'rsatishga yetarli. Chunki namozda turib kichik harakat qilish va u yoqqa qarash xushuning aksi. Savob xushu darajasiga qarab bo'ladi. Xushu namozning jini bo'lgan ekan, uningdan nasibasini ololmagan namoz o'lik namoz. Chunki har kimning namozdan oladigan nasibasi faqat uningda aqli o'yg'oq turgan qismi bilan chekindi. Shunga Hazrat Ibn Abbos roziyallohu anhu namozingdan faqat nima degan va nima qilayotganingni bilib, his qilib turib o'qiguningla sana oiddir degan. Ya'ni boshqasi uningga oid emas. Namoz o'qiganda beriladigan savob xushuga qarab bo'ldi. Namoz o'qiganlarning ba'zi to'liq savobga erishsa, ba'zi yarim savobga, ba'zi yarimdan az savobga erishadi. Ammo namozda nima o'qilganligini, imomning nima o'qiganligini va nima qilayotganligini bilmasdan boshqalarga o'xshash harakat qilibla namozni tugatgan odamga hech qanday savob yo'q. Chunki u shuni butunlay tark etgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni ochiqlab deganki, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tis'uha, sumunaha, sub'uha, sudusaha, khumusaha, rubu'aha, sulusaha, nisfuha. Yani benda namoz o'qigan bilan uningga yoziladigan savob yo 10dan biri, yo 9dan biri, yo 8dan biri, yo 7dan biri, yo 6dan biri, yo 5dan biri, yo 4dan biri, yo 3dan biri, yo 24 degan. İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. İbadetning ko'p qilinishi muhim emas. Sifatlik va talabga loyiq qilinishi muhim. Xushu bilan, ya'ni talabga loyiq holda 2 rakat nafl o'qiganlik beparvolik bilan 100 ya 200 rakat nafl namoz o'qiganlik albatta afzal. Bunda bir rivoyat bor. Xalifa Harun ar-Rashidning Bahlul Dana deb bir do'sti bor ekan. Shular hikmatli so'zlaydigan kishi ekan. Bir kuni Xalifa Harun ar-Rashid Bahlulni sen bugun Ramazon kunlarkan, sen bugun masjidga berib, asho namoz sham o'qig'ili kelgan, ya'ni namoz shamni o'qig'ili kelgan jamoatni bizning qasrga boshlab kelgan iftorlik beraylik degan. Ma'qul deb Bahlul Dana namoz shamdan chiqqan jamoatlarni kutib masjidning oldida turibgan. Chiqqan har bir kishidan imom qaysi surani o'qidi deb so'rayotgan. Uningga javob berganlarni bir tarafga chizitgan. Javob bermaganlarni bir tarafga chizitgan. Shuning bilan imomning namozda qaysi suralarni o'qiganligini deb beradigan kishilarni xalqining yoniga elib ketdi. U intayin az kishi ekan. Namozga kelgan kishilar, masjidga kelgan kishilarning ichida deb beradiganlar intayin az ekanlar. Shuni elib kelgandan keyin bu xalq hayron qoldi. Hey Bahlol, men seni masjidga namoz o'qib kelgan jamoatni olib kelgan, iftorlik beraylik deb ko'p tayyorlik qilgan tursak, nari az demak bo'lsam bo'ldi. O'zlari menga masjidga kelganlarni emas, demadilar. Menga namozga kelganlarni olib kelgan deganligi uchun men shu masjidga kelganlarning ichidan shu namozda ashu imomninki nima o'qiganligini deb beradigan va shu namozga kelganlarni ashularni men elib keldim. Boshqalari namozga kelmabdi, masjidga ketdi degan ekanlar. Demak, endi masjidga kelgan hisob emas. Ashu namozni talabga loyiq o'qigan hisoblandi. Mayli uyda o'qiylik, mayli masjidda o'qiylik chiqib, ashu namozni
her bir eğer ma'nosini bilsek aşı ayetlarniki her bir ayet üstü tefekkür to'xtalib mesela Sure Fatiha'nın ma'nosini bilmaydigan namoz o'quvchilar intayin az bo'lishi mumkin. Sure Fatiha'ni o'qiganda mesela Er-Rahmanir-Rahim diye ey Allah rahim qilgin deb duo edib Malik yawmiddin aşı qiyomat kunida şu qiyomat imoyligini qilgin degan ihtina siratal mustaqim meni hidoyat qil deganga o'xshab o'qib etib yani tilab Alloh taolo shunda oldirmay yani mushunda mushunda bir o'qigan namoz hamda yuzlarcha o'qigan namozdan afzallikka shunga masjidga kelganlik hisob emas namozni talabga loyiq o'qiganlik hisob ibodatni ko'p qilganlik hisob emas sifatli qilganlik hisob alloh taolo hammamizni ibodatlarimizni sifatli qildigan va alloh taolo arzigidek shaklda qildigan mo'minlarni qilg'ay amin.